chevarxonamni bir chekkasida yashab turaylik deb, chevarxonasida yashab turib kotej oldi dedi. Umraga jo'natdi. Umradan kelgandan keyin Spark olib berdi. Uy oldik. Umraga jo'natdi, Spark olib berdi. Dedi, endi Spark sizga yarashmayapti. Nexia 3 olasiz, katta hojiga kelishingizga sizga Nexia 3 olib beraman deb hojga jo'natdi. Kelishimda haqiqatda aeroportda turibdi. Yangi nimada olib keldik dedi. Turmushga chiq desam, dada, men sizni qanaqa qilib tashab ketaman? Qarang, dada, qanaqa qilib sizni tashab ketaman? Hech kimingiz yo'q bo'lsa, menga er kerak emas, sizni xizmatingizni qilaman deb erga tegmasdan meni yurak bag'rimni ezyapti. Hozir qizimga aytgani yuragim betlamayapti. Qizim, men seni bu ota deb bunaqa e'tirof qilishingga loyiq ota emasman, chunki men seni 3 kun shu Astanaga tashab kelganman. Hech kim olmagan deganim o yuragim betlamayapti deb.